Yurtimizda bolalar salomatligini asrash ushbu yo'nalishdagi tibbiyot muassasalari faoliyatini yanada rivojlantirish, sohaga zamonaviy tashxis va davolash usullarini keng joriy etishga katta e'tibor qaratilmoqda. Toshkent davlat tibbiyot universiteti bolalar ko'p tarmoqli klinikasida amalga oshirilayotgan ishlar buning yorqin misolidir. 340 o'ringa mo'ljallangan muassasa va kardiorevmatologiya, pulmonologiya, nevrologiya, jarrohlik, travmatologiya va ortopediya, otorinolaringologiya, oftalmologiya, ko'z mikroxirurgiyasi hamda urologiya kabi bo'limlardan iborat bo'lib, ularning har birida shoshilinch postlar tashkil etilgan. Shuningdek, dermatologiya, go'dak yoshidagi bolalar plastik jarrohligi, xirurgik infeksiya, kardiojarrohlik, reanimatsiya va intensiv terapiya bo'limlarida ham malakali tibbiyot xodimlari faoliyat olib bormoqda. Bugungi kunda klinikamizda yangi zamonaviy tashxis va davolash usullari amaliyoti keng qo'llanilmoqda. Hududlarda o'tkazilayotgan tibbiy ko'riklar orqali bolalardagi kasalliklar erta bosqichlarda aniqlanib, ular samarali davolanyapti. Shuningdek, klinikamiz mutaxassislari tomonidan yurtimizning eng olis va chekka hududlarida mahalliy shifokorlar uchun muntazam ravishda mahorat darslari va amaliy mashg'ulotlar o'tkazilmoqda. So'nggi yillarda muassasada chaqaloqlar va bolalar orasida ko'p uchrayotgan hamda jarrohlik amaliyotlari talab etiladigan kasalliklarni davolash borasida katta yutuqlarga erishildi. Sohaga zamonaviy tashxis va davolash usullarining keng joriy etilishi natijasida tibbiy xizmat sifati yanada oshdi. Xususan shifoxonada Senning, Fonten, Epstein va 3 tabaqali klapan yetishmovchiligida yurak o'ng bo'lmachasi quloqchasidan 3 tabaqali klapan yasash kabi noyob jarrohlik amaliyotlari ilk bor yo'lga qo'yildi. Shuningdek, gipospadiya kasalligida 3 bosqichli stage operatsiyasi, etapli laparoskopik traksion arxidepeksiya, shihata, Gershprung xastaligini laparoskopik usulda Svinson operatsiyasi orqali davolash, traxeya toraygan qismini bujlash, endoskopik Sheverli adenotanzilomatiya, ko'z olmasi og'ir darajali quyishda donor konyuktivasi bilan konyuktiva plastika amaliyoti kabi yuqori texnologik operatsiyalar ilk bor joriy etildi. Natijada 2025-yilda klinikada qariyb 6000 ga yaqin jarrohlik amaliyoti o'tkazilib, shundan yuqori texnologik operatsiyalar soni 2000 dan ziyodni tashkil etdi. Prezidentimiz tomonidan tashkil etilgan El-yurt umidi jamg'armasi stipendiyati sifatida Buyuk Britaniyaning London shahrida magistratura bosqichida tahsil olganman. Undan tashqari Germaniya, Yaponiya, Avstraliya, Xitoy kabi rivojlangan davlatlarning yetakchi klinikalarida malaka oshirib, bolalar kardiojarrohligini so'nggi yutuqlarini, yangi bilim va ko'nikmalarini o'zlashtirib qaytganman. Bugungi kunda ushbu bilimlarni jamoamiz bilan birga shu nuqson bilan tug'ilgan bemor bolachalarimizga shifolash uchun qo'llab kelmoqdamiz. Mana yaqindagina Xitoy davlatida bo'lib, minimal invaziv, ya'ni yon tarafdan kesma usulida yurak operatsiyalarini amalga oshirishni mana yaqinda yo'lga qo'yib, uni amalga oshirishni boshladik. O'ylaymizki, bu kabi yangiliklar bemorlarimiz sog'lig'i yanada tezroq shifo topishiga, yugurib o'ynab kulib yurishiga erishamiz deb umid qilamiz. Ixtisoslashgan tibbiy xizmatlarni pastgacha tushirish, sohani xalqqa yanada yaqinlashtirish maqsadida muassasaning malakali shifokorlari ishtirokida hududlarda muntazam ravishda tibbiy ko'riklar o'tkazilib, uning doirasida bemor bolalarda urologik, plastik jarrohlik, oftalmologik, ortopedik, otorinolaringologik va kardiojarrohlik yo'nalishlarida 350 ga yaqin operatsiyalar muvaffaqiyatli bajarildi. Qolaversa, maslahat tashxis poliklinikasida aholi uchun yanada qulayliklar yaratildi. Kunlik o'rtacha 250 qatnovga mo'ljallangan ushbu muassasada bemor bolajonlarga aniq tashxis qo'yildi va malakali mutaxassislar tomonidan zarur tavsiyalar beriladi. Elektron navbat tizimining yo'lga qo'yilishi, 90 o'rinli kutish zali hamda ona va bola xonasining tashkil etilishi esa bemorlarning shifokor qabuliga kirishda qulayliklar yaratib, ularning vaqtini tejalishiga xizmat qilmoqda. Biz Buxorodan keldik. Qizimda endokardit tashxisi qo'yildi. Operatsiya deyishganiga shu yoqda keldik. Doktorlarimizga rahmat, kattakon. Borlariga shukr. Prezidentimizga ham katta rahmat. Shunaqa sharoit qilib berganlari uchun. Qizim hozir ahvoli yaxshi. Muassasada yildan yilga tibbiy turizm rivojlanib boryapti. Jumladan o'tgan 2025-yil mobaynida klinikaning maslahat poliklinikasiga qariyb 1,5 ming nafardan ziyod xorijlik fuqaro murojaat qilib, ularga malakali tibbiy xizmat ko'rsatildi. Joriy yilda klinika o'z oldiga bir qator muhim vazifalarni belgilab olgan. Jumladan diagnostika va davolash jarayonlarida sun'iy intellekt texnologiyalarini keng yo'lga qo'yish, yosh mutaxassislarni nufuzli xorijiy klinikalarda robot texnologiyalari bo'yicha o'qitish hamda bolalarda kam invaziv angiografiya usulidagi xirurgik muolajalarni yo'lga qo'yish kabi ulkan maqsadlar ko'zda tutilgan. Eng muhimi, Toshkent davlat tibbiyot universiteti bolalar ko'p tarmoqli klinikasida yosh avlod salomatligini asrash yo'lidagi ishlar bundan keyin ham samarali amalga oshiriladi.